Bu narsadan oldin loyiha qilishga shoshilmaydi. Ya'ni men nimani nazarda tutmoqchiman? Biz imorat quramiz, endi erkak kishi hayot mobaynida o'zi bitta imorat quradi, o'zi uchun va oilasi uchun. Loyiha qildirayotganingizda birinchi o'rinda ota-onalarni o'ylaylar, ya'ni zinalarning past balandligiga e'tibor berishligi to'g'ri keladi va ota-onani xonasini albatta hamma qulayliklari bilan birinchi qavatga joylashtiringlar, chunki yil o'tgan sari ularning ham yoshi o'tib boradi, zinadan daji hattoki momentlari bo'ladi, 3 ta zinadan chiqishga ham qiynaladigan holatlari bo'ladi. Mana mashina nazarda tutinglar. Keyin ikkinchisi, endi buni sal hazil bo'lsa ham aytaman, asosiysi ayolinglar bilan maslahatlashishlik, chunki biz erkak kishimiz uyga kechqurun kelamiz, rizq nasibamizni terib kelamiz, ertalab oxir ishga chiqib ketamiz. Xonadonda asosan qariyalar o'zimizda o'sha ayollarimiz, onalarimiz bo'lishadi. Ayollarni bir kunda asosiy vaqti baribir 60-70% oshxonada o'tganligi uchun oshxonani qulay qilib beringlar, katta qilib beringlar. O'sha garniturlarini, mebellarini o'ta sifatli materiallardan qilib bersanglar, ayol kishi mazza qilib ovqat qilayotganda ham birinchidan ovqatni ayolinglar sizlarning ota-onanglarga, farzandinglarga, keyin sizlarga qiladi. Biz yarim kosa ovqat yeymiz, damog'ani kirib ketamiz. Lekin birinchi o'rinda baribir imorat qurayotganda loyihani ota-onanglarga mo'ljallanglar. Ana undan keyin ayollarga mo'ljallanglar. Mana shu narsalar loyihalar sifatli, barakali bo'ladi. Bu degani ayolga tobe bo'lish kerak emas, lekin uyda kim ko'proq vaqt bo'ladi. Biz o'sha aytganimdek erkak kishi hamma asosiy vaqtimizni ko'chada o'tganligi uchun uyda ota-onalarimiz va ayolimizni ko'p vaqtni egallaganligi uchun birinchi o'rinda baribir oila bilan maslahatlashib, keyin loyiha qilinglar, ana undan keyin imoratlarni qurib beramiz. Salomat bo'linglar.